Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari. Efirda Paranews ko'rsatuvi va studiyada jurnalist Azizjon Mirsaidov aprel oyi o'z sahifasini yakunladi. O'tgan oy davomida bir qator sport turlari bo'yicha mamlakat chempionatlari tashkil etilib, terma jamoaga munosib nomzodlar saralandi. Shu va parasport olamida o'tkazilgan muhim tadbirlar bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi tashabbusi bilan respublika hududlari bo'ylab parasport turlari bilan shug'ullanayotgan yoshlar klassifikatsiyadan o'tkazildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 8000 dan ortiq nogironligi bo'lgan yoshlar parasport turlari bilan shug'ullanib keladi va ularni nogironlik toifasini erta aniqlash bo'yicha O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi sport tibbiyot bo'limi mutaxassislaridan iborat ishchi guruh a'zolari bir oy davomida, ya'ni aprel oyi boshidan Samarqand, Navoiy, Buxoro, Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida jismoniy va ko'rish qobiliyatida nogironligi bo'lgan yoshlarni tibbiy klassifikatsiyadan o'tkazishdi. Jarayon respublikamizning barcha 14 ta hududini qamrab olgan bo'lib, u reja asosida tashkil etildi. 6-7 aprel kunlari Janubiy Koreya Karlar sport federatsiyasi delegatsiyasi a'zolari amaliy tashrif bilan yurtimizda bo'lib, mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Lee Jong-hak boshchiligidagi delegatsiya a'zolari tajriba almashish va do'stona aloqalarni mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasida bo'lib, qo'mita rahbariyati bilan uchrashdi. Tadbirda shuningdek O'zbekiston Karlar federatsiyasi vakillari ham ishtirok etdi. 7-9 aprel kunlari Koreya Paralimpiya qo'mitasi rahbariyati mamlakatimizga tashrif buyurdi. Delegatsiya vakillari tashrif davomida mamlakatimiz parasport faoliyati bilan yaqindan tanishdi. O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi faoliyati bilan yaqindan tanishish va o'zaro tajriba almashish maqsadida Koreya Paralimpiya qo'mitasi prezidenti Jin Owang-yung boshchiligidagi delegatsiya yurtimizga tashrif buyurdi. Delegatsiya a'zolari tashrifning ilk kunida sport vazirligida bo'lishdi. Vazir Adham Ikromov hamda Osiyo Paralimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayev ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda O'zbekiston prezidenti tomonidan mamlakatda paralimpiya sport turlarini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor yuqori samara berayotganligi, paraatletlar tomonidan nufuzli xalqaro musobaqalarda qo'lga kiritilayotgan natijalar yuqori darajada ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, uchrashuv davomida ikki tomon ham o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash va yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O'zbekiston va Koreya Paralimpiya qo'mitalari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzoladi. Delegatsiya a'zolari tashrif davomida shuningdek Olimpiya shaharchasi, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi hamda International Inclusive Hub platformasiga tashrif buyurishdi.
12 va 13 aprel kunlari poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida inson uchun shiori ostida inklyuziv xayriya marafoni tashkil etildi. Unda 1,5 ming nafardan ortiq ishtirokchilar, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar faol ishtirok etdi. Kun davom etgan inson uchun inklyuziv yugurish marafoni ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Nafaqat sog'lom turmush tarzini, balki insoniylikni ham targ'ib qilgan ushbu birdamlik marafoni barchaning xotirasida saqlanib qoladigan bo'ldi. Tadbirda Paralimpiya g'olib va sovrindorlari, nogironligi bo'lgan yoshlar, murabbiylar hamda mutaxassislar ham ishtirok etishdi. On 14-16 aprel kunlari Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida para-powerlifting bo'yicha kattalar, yoshlar va o'smirlar o'rtasida mamlakat chempionati tashkil etildi. Musobaqada 400 nafardan ziyod para-atletlar g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Mamlakat chempionati kutilganidek qiziqarli va murosasiz o'tdi. Respublikamizning barcha hududlaridan tashrif buyurgan para-atletlar orasida Jahon va Osiyo chempionatlarida kuchlilar qatoridan o'rin egallagan. Shuningdek, Parij Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etgan sportchilarning borligi bahslarni keskin o'tishini ta'minladi. Chempionatning asosiy tarkibiga da'vogar bo'lgan ayollar orasidagi bahslarning 41 kg vazn toifasida Toshkent viloyati sharafini himoya qilayotgan Umida Rajabova chempionlik shohsupasiga ko'tarilgan bo'lsa, Xorazm jamoasi a'zosi Lobar Karim va ikkinchi namanganlik Muhayyaxon Nosirova kuchli uchlikdan o'rin oldi. 50 kg vaznda Aqida Ahmadova, Durdona Qo'ziyeva hamda Oyto'la Nazarovalarga chempionatning oltin, kumush va bronza medallari topshirildi. 55 kg vazn toifasida Ziyoda Boqijonova, Sevinch Yusupova, o'g'li Rahmonovalar kuchlilar qatorida e'tirof etildi. Chempionat 10 ta vazn toifasida tashkil etilib, munosiblar saralab olindi. 14-19 aprel kunlari Qashqadaryo viloyatida parakamondan otish bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardan jami 52 nafar parakamonchi respublika chempioni unvoni uchun kurash olib bordi. Yurtimizda sportni ommalashtirish, kamondan o'tish sport turini yanada rivojlantirish, Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida faqat oltin medal bilan yurtimizni madhiyasini yangiratib, butun dunyoga tarannum qilishini tilayman. Qashqadaryoga xush kelibsiz. Musobaqa nizomiga ko'ra ishtirokchilar saralash bosqichi, so'ngra Paralimpiada dasturi, shuningdek musobaqaning so'nggi kunlari aralash jamoalar o'rtasida jamoaviy mix bahslari, shuningdek klassik kamondan otish bo'yicha parakamonchilar uchun masofa 70 metr hamda compound bow kamondan otadigan parasportchilar uchun masofa 50 metrni tashkil qildi va bu yo'nalishlarda g'olib va sovrindorlar nomi aniqlandi. On 8 aprel kuni O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasida mahallalardagi nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida o'tkaziladigan 5 tashabbus paralimpiadasi ommaviy sport musobaqalarining 2025-yilgi mavsumiga rasman start berildi. Poytaxtimizda joylashgan O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasida 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarining 2025-yilgi mavsumiga start berish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston Respublikasi sport vaziri, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Milliy Paralimpiya qo'mitasi raisi, Yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari hamda O'zbekiston sport tashkilotlari faxriylar kengashi raisi maxsus qurilma orqali ramziy ma'noda musobaqaga start berishdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlardan mutasaddilar onlayn tarzda ishtirok etishdi.
hurmatli mehmonlar, bugun 5 tashabbus paralimpiadasi musobaqalari rasman bugundan start oldi. Mana bugun O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi binosida mahallalardagi nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida o'tkaziladigan 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalariga rasman start berildi. Bugundan boshlab yurtimizning 208 ta tuman va shaharlarda aynan mahallalardagi nogironligi bo'lgan shaxslar yuksak iroda va matonat egalari o'rtasida 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalari 3 bosqichda o'tkaziladi. Bu yil o'tgan yillardan farqli o'laroq bir qator nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mazkur musobaqada qatnashishga keng imkoniyatlar yaratildi. Jumladan o'tgan yili yoshlarga bo'lgan cheklov, ya'ni 2024-yilda 16 va 30 yosh o'rtasida o'tkazilgan bo'lsa, bu yil 18 yosh va undan kattalar o'rtasida, ya'ni yoshga bo'lgan cheklovlar bekor qilindi. Shu bilan bir qatorda sport turlari kengaydi, ya'ni adaptiv sport turlari qatorida surda olimpiya, maxsus olimpiya, ko'z ojizlar sporti va paralimpiya sport turlariga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlash kerakki, 5 tashabbus paralimpiadasining ushbu mavsumida qariyb 80 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar ishtirok etish uchun ariza topshirgan. 15-18 aprel kunlari Yaponiyaning Nodzavonsin shahrida paratog' chang'isi bo'yicha Osiyo Kubogi bahslari o'tkazildi. Musobaqada ishtirok etgan yurtimiz parasportchilari 140 va 25 metr masofaga o'tkazilgan slalom hamda gigant slalom bahslarida 3 nafar vakilimiz Asal Turdumatova kumush va bronza, Yulduz Mahmudova va Firdavs Hidoyatovlar o'z klasslarida shohsupaning 3-pog'onasidan o'rin olishdi. Ma'lumot uchun mazkur Osiyo Kubogi sportchilarga 2026-yil Italiyada bo'lib o'tadigan qishki paralimpiya o'yinlari litsenziyasini qo'lga kiritish uchun muhim reyting ochkolarini taqdim etdi. Joriy yilning 22-26 aprel kunlari Xitoyning Tayan shahrida para-taekvondo bo'yicha Xalqaro taekvondo federatsiyasi prezident kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Quvonarlisi, turnirda vakillarimiz tengsiz bo'lishdi. Dunyoning 30 ga yaqin mamlakatidan 200 nafardan ortiq para-taekvondochi qatnashgan mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 3 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza, jami 8 ta medalga sazovor bo'lgan holda umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Jumladan erkaklar orasida o'z vazn toifalarida Asadbek Toshtemirov, Qudrat Muhammadiyev oltin, Zuhriddin Tohirov kumush, Qudratjon Haydarov hamda Qudratullo Sunnatovlar bronza medallarga ega chiqqan bo'lsa, ayollar orasida Karomat Rustomova oltin, Qizlarxon Isomiddinova kumush, shuningdek Karomat Qosimova esa bronza medallari sohibasi bo'lishdi. 22-25 aprel kunlari poytaxtimizda para-badminton bo'yicha ilk marotaba O'zbekiston chempionati tashkil etildi. Musobaqada yurtimiz viloyatlaridan jami 70 nafar parasportchilar g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Para-badmintonchilar uchun imkoniyatlar eshigini ochib bergan ushbu chempionatda ilk bor kuchlilar saralandi. Mamlakatimizning 9 ta viloyatidan kelgan kattalar va yoshlar yakka tartibdagi bellashuvlarda o'z mahoratlarini namoyish etdi. Musobaqalar yakkalik bahslarida 6 ta klass turlari WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 va SH6 bo'yicha tashkil etildi. Ilk musobaqa o'ziga yarasha hayajon, qiziqarli bahslar natijalariga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Sirdaryo viloyati hamda vodiylik parasportchilar yetakchilar qatorida e'tirof etildi. Terma jamoa tarkibidan o'rin olgan para-badmintonchilar endi bo'lajak musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishadi. Aprel oyi davomida parasport olamida o'tkazilgan tadbirlar va musobaqalar shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.